Xo'sh, nimaga bu pechka ishlamayapti? G'alati. Obbo, payti ham ishlamay qo'yganini qaranglar-da. Bu yuqoridagi pechkachi. Tushunmadim, nimaga ishlamayapti ekan yoki nimadir bo'ldimi ekan? G'alati, to'xtanglar-da. Menimcha mana bu yerda kam ko'mir bo'lyapti. Yo'q, bunda ham ishlamayapti yoki tushunmadim. Barchaga salom bolalar, men ismim Kompot va meni video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, uzr so'rayman, mana bu muammo uchun sababi bilmadim. Va mana bu ikkita mana pechka deylarmidi, bilmadim nima bo'lganda ham mana shularni bir to'g'rilashim kerak. Xo'sh, buni qaranglar. To'xtanglar, mana bu ko'mirni olmayapman-ku. Mayli. Xo'sh, mana qaranglar. Bu yerda hozir men juda yetarlicha ko'mir qo'yapman. 2 ta 3 ta qilib ham, kam qilib ham qo'yapman, lekin mana bu pechkalarim ishlamayapti. Nima uchun ishlamayapti? Juda ham hayronman. Har doimgidek yana xarajatga tushadigan bo'ldimmi deyman-da. Mayli, bo'lmasa hozir aytgancha bitta qishloqqa pechkalar sotayotgan edi. Menimcha o'sha qishloqdan bitta pechka olib kelib, tezroq mana shuni qovurishim kerak. Qovurmasam bo'lmaydi-da obunachilar, sababi bilasizlar, qovurib qishloqlar menga berishgandi go'shtlarni maza qilib bazm qilamiz degandik bugun kechqurun. Mayli. Nima bo'lganda ham xo'sh, yaxshi demoqchi edim. Obunachilar, bu yerdagi men pechkalar borligini umuman esimda yo'q. Sababi mana bu, bola, men temirchiqonada yashashimni bilmayman-ku, bola. Voy, esimdan chiqib ketibdi boru. Voy, mayli. Xo'sh, yaxshi. Ana endi umuman xarajat qilmasam bo'ladi. Men faqat mana bu ikkitasini esimdan chiqarib yuborib, mana bu ikkitasini ham ishlatayotgan ekanman. Demak, shunchalik ko'p ishlatganimdan menimcha bular buzilib qolgan. Menimcha mana bular juda ham yangi va bularni hozir ishlaydi deb o'ylayman. Xo'sh, bo'lmasa men hozir bularni olaman, go'shtlarni va ko'mirni ham olamiz. Xo'p, bu yuqoridagi ko'mirni ham olamiz va hozir chotka qilib pishirib qo'yamiz, bilasizlar, obunachilar. Xo'sh, yaxshi qani tushunmadim. Nima, men hozir bu pechkani ichidan qanaqadir narvon chiqdimi yoki kirish yo'lagimi? Tushunmadim. Men hozir o'zimni mana bu go'shtlarimni qovuraman deb o'tirgan paytimda mana shunday pechkani ichidan qanaqadir narvon chiqib o'tiribdi, obunachilar. Juda ham g'alati. To'g'ri, obunachilar, juda ham g'alati va hop, ichkarisiga qarasak, hoy, bolalar. Ichkarida qanaqadir yer bor ekan, kiradigan. Xo'sh, ana endi nima qilsam ekan? Hop, o'yla, mayli. Bo'lmasa hozir bir ichkariga kirib ko'rsam ekan. To'xtanglar. Bu yerga hozir kirishdan oldin bilasizlar, har doimgidek muammolar chiqadi yoki muammolar chiqmasa ham bu yerga kirishdan oldin hozir bola o'zimiz uchun qurol olganimiz yaxshi. Ha, to'g'ri aytasizlar, qurol olgan yaxshi deb o'ylayman. Lekin nimaga meni uyimdan mana shunaqa yer chiqyapti? Men juda ham hayronman. Xo'sh, bilmadim, mana bu yerdan almazlayman bu narvonlar va yana qanaqadir narsalar, ichkarida yana qanaqadir narsa bor ekan. Xo'sh, mayli. Nima bo'lganda ham obunachilar, biz kirishimizdan oldin like buttonga bosib qo'yish esingizdan chiqmasa, mayli. Agarda kir desanglar, mayli kiramiz. Lekin bilmadim, hozir bizda juda ham qaror qabul qilishim kerak. Hozir men bilmadim, o'zim bilan mana bu qilichni olib olaman, bir normalniy qurolim ham yo'q. To'xtanglar. Lekin bir politsiyaga telefon qilsam ekan, yo'q, obunachilar, politsiyaga telefon qilish xatodan ko'ra bir tekshirib ko'raman, lekin telefonim kerak bo'lib qoladi pastga tushganimda. Xo'sh, mayli, bo'lmasa mana shunday ochaman. Yaxshi, ochil. Xo'sh. Ana endi hozir biz pastga tushishimiz kerak, obunachilar. Mayli, men qaranglar, pastda juda ham chuqurlik bor ekan. Mayli, bo'lmasa asta tushamiz. Mayli, obunachilar. Bilmadim, bu yer juda ham g'alati va qo'rqinchli ko'rinmoqda, lekin nima bo'lganda ham mayli, bo'lmasa ichkariga kiraman. Xo'p, bo'lmasa qishloqlar ko'rib qolmasin-da ish qilib. Xo'sh, mayli, ichkariga kiramiz. G'alati, bu yerda to'g'ri qanaqadir yo'lak bor ekan. Yo'lakning yonida qanaqadir yo'lmi? Xo'p, mayli, bo'lmasa tushunmadim. Sal qoldi, oyog'imni sindirardim. Buni qaranglar. Bu yerda qanaqadir yana yashirincha yo'lak bor ekan. Mana so'qqa tushirishdimi deyman-da yoki o'zi shunaqa sirli yo'lakmikan? G'alati obunachilar. Mayli, nima bo'lganda ham hozir mana bu yerdan hozir politsiyaga telefon qilganim yaxshimikan? Xo'sh, politsiyaga telefon qilsam. Xo'sh, bu yerda umuman antena ishlamayapti, bolalar. Pishdik degan obunachilar, deyarli pishdik, Lekin to'xtanglar. Mana bu yerda qanaqadir sandiq bor ekan. Bu sandiqning ichida qanaqadir grappling hook, qarochi nima deyilardi? Albatta obunachilar, bu hozir mana shunday ilib oladigan narsa menimcha. Xo'sh, mana shunday ilib olamiz. Bunday mana shunday qilamiz. Davay, chayqal, tezroq chayqal. Xo'sh, yaxshi va bitta qo'yaveraman. Opa, chiqib olamiz. Xo'sh, yaxshi. Sal qoldi tushib ketardim. Xo'sh, zombilarmi yoki odamlarmi? Qo'y.
Yo odamlar, yaxshimisizlar yoki zombimisizlar? Voy sanimi? Voy zombi ekan obunachilar. Bularni yo'q qilish kerak, bularni yo'q qilish kerak. Menga tashlanishini qaranglar. Yo'q qole. 3 ta zombi bo'lib meni o'ldira olmadi. Xo'sh, yaxshi. Ya'ni yo'q qila olmadi demoqchi edim, mayli obunachilar. Xo'sh, bu yerlarda nimalar bor ekan? G'alati. Xo'p, buni qaranglar. Tashqarida qanaqadir sirli joy yoki bu yerda Shaxtiyorni uyimi. Xo'p, Shahriyormi deydiganlar bo'lsa, yo'q, Shaxtiyor. Ya'ni bu Shaxtiyor haqida ma'lumot bilmasanglar, bu Shaxtiyor qisqasi mana bu ko'mirlar, shaxtalarga ko'mirlar, qarshi narsalar, yer osti boyliklaridan kovlaydigan shaxs hisoblanadi Shaxtiyor. Yana "Oy, mana bu Shahriyor, meni sinfdoshim, yo mana tanishim bo'ladi" deb yana gapirayotmaylar. Xo'p, yaxshi. Yoki "Oy, meni ismim Shahriyor" deb. Oy, tushunmadim. 3 talik yo'lmi g'alati. Lekin bola obunachilar, buni qaranglar, men hozir almas topib oldim, voppa, yaxshi sakrab olamiz-da. Xo'sh, qanaqadir shubhali edi obunachilar. Hozir buni qandaydir qilib tekshirishimiz kerak. Bekorga 3 ta yo'lak bo'lmaydi. Ha, bo'lmasa hozir mana bu o'rtadagida hozir narsa tashlab ko'ramiz, lekin almasni tashlagim kelmayapti. Obunachilar ko'rdinglarmi? Bu illyuziya. Ha, albatta obunachilar, mana bu yerdan, xo'p, bu yerda ham bunday qilsa tushib ketar ekan. Menimcha mana bu yerdan o'tib ketsak bo'lar ekan. Ha, albatta o'tib ketsak bo'lar ekan. Lekin mana bularni tashlab juda ham jalka bo'lyapti-da. Voy, obunachilar, buni qaranglar. Olmoslarimni tashlashimdan juda ham odam xafa bo'lyapti-da. Yana nimaga xafa bo'lasan deydiganlar biz. Mana bu yo'l ekan. Men bu olmosim qolib ketibdi-ku. Xo'p, nimaga xafa bo'lasan deydiganlar bo'lsa, ha, obunachilar xafa bo'ladi-da, odam shuncha olmoslar topdi, olmoslarni tashlab yubordim. 4 ta olmoslarimni tashlab yuboribman. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa, bu yerda eshik bor ekan. Xo'p, yaxshi, eshikni ochamiz. Xo'y, san bu yerda kimdir bormi demoqchi edim. Bu yerda hech kim yo'q ekan. G'alati. Kim bu yerda kimni qurgan bo'lishi mumkin? Juda ham g'alati obunachilar. Xo'p, bularni bir tekshirib ko'rishimiz kerak, adashmasam. Obunachilar, shu joyda bitta like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki buni qaranglar, juda ham g'alati joylar bor ekan. Mayli, bo'lmasa, hozir bu yerda qanaqadir kartalar, bu yerda qanaqadir yozishmalar. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa bu yerda ham karta bor ekan. Xo'sh. Bu yerda qamoqxona bor ekan menimcha. Xo'y, boshim. Man qayerdaman ey? San Grifer? Mana nihoyat turding, men seni kutdim turishingni. Nima? Grifer, boshimdan yomon urding, qaysing bo'lsang ham. Xo'sh, turganing bilan tabriklayman, kompot. Yana bu kim bo'ldi, Grifer? Bu seni hatering, bu seni negativing, tushunyapsanmi? Bu seni yomon ko'radi. Shunaqa obunaching, lekin negativ hater. Nima? Qanaqa hater? Qara, mana obunachi bo'lib turib qanday hater? Albatta buni hater qurgan, to'g'rimi? Albatta, chunki u videolaringni ko'rgan, sana xarakteringni biladi, shunaqa sirli joylarga kirishingni biladi. Shu sababdan mana shunaqa tuzoq qurilgan edi. Bularning barchasi programmalashtirilgan, bilsang. Ha, hozir men senga qanaqa programmalashtirishni ko'rsatib qo'yaman. Xo'y, bu gapirmaydimi yoki gungmi yoki nima bo'lgan bu? Nimadir bo'lyaptimi yoki mana qo'rqyaptimi bu? Ha, Grifer gapirasanmi? Yo, bu sana birinchi marta hayotda ko'ryapti-ku, shunga juda ham hayajonlanib, qarochi shunaqa gapira olmayapti-da, lekin seni yomon ko'radi bu. Ha, meni lekin yomon ko'radi, lekin hayajonlanayotganligi uchun menga gapirmayapti. Ha, juda ham g'alati hater ekan. Mayli. Xo'p, meni qo'yib yubor. Hoy, o'zingni bos. Ana endi men qishloqda bombardilo, krokodilo qilaman, ungacha mana bu hater senga qarab turadi. Mana shu hateringni ham seni ham yo'q qo'raman. Hoy hater, biron nima gapir. Sen juda ham yomon ekaning, boru. Bo'ldi, ko'p gapirmay, men ketdim. Hater bo'lib qaraysan, tushundingmi? Mayli. Hater gapirasanmi o'zi? O'zi gapirmaydi, hayajonlanyapti-ku. Xo'sh, hozir men seni ko'rsatib qo'yaman, hater. Qo'y, meni chiqarib yubor. Nima qilyapsan? Men bunga nimadir qilganman, bironta yomon. Qarochi, sen uni kommentariyasini o'qimagan ekaning, shu sababdan hater bo'lgan. Sanimi ketib qolganini obunachilar. Juda ham g'alati. Qo'y, sen nimadir gapirasanmi? Mayli, biron nima gapirsam ekan. Mayli. Obunachilar, bu juda ham bizning haterimiz, bizning negativimiz, lekin gapirmas ekan. Juda ham g'alati. Qanaqa gapirmasligi mumkin? Juda ham o'tirib olgan, qaranglar. Qo'y, hater. Hater, bas hozir borki kal qilib tashlayman. Kal qilishdan nimadan qo'rqadi, nimalar deyapman? Ya'ni Timbo'li qo'shiq eshitib o'tiribdi naushnik bilan. Qanday qilib chiqib ketsam ekan? Hozir o'yla, kompot chiqmi qaranglar. Qo'shiq eshitib o'tiribdi naushnikchalari bilan. Xo'sh, mayli. Bo'lmasa obunachilar, menga bir fikr kerak. Xo'p, qanaqa fikr deydiganlar bo'lsa, hozir to'xtanglar. Xo'sh, menga zo'r fikr keldi. Ha, mana bu atrofdagi sandiqlarni tekshirib ko'rganim yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, mana bu yerdan qo'limni chiqarib. Xo'p, menimcha ana u yerdagi sandiqqa menimcha qo'lim yetsa kerak. Davay bo'l, opa. Yaxshi. Xo'sh,
O bu yerda qanaqadir taxtalar va bu yerda kalit bor ekan. Xo'p, yaxshi. Xo'p, kalit ochil. Xo'sh, ochilmayapti. Jennerson nimaga ochilmayapti? Tushunmadim, bilmadim. Mayli. Xo'p, lekin menga taxta bor, lekin taxta bilan nima qilsam bo'ladi? O'yla, kompot. Bu yerda chiqish yo'li bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yoki bo'lmaydimi? Ko'p kino ko'raman-da, bu yerda ham hech nima yo'q ekan. Xo'sh, mayli. Hozir o'yla kompot. Hoppa bola, hozir men berstek qurib olaman va mana shunday tayoqchalar qurib olaman va xo'sh bola, menga hozir kirka qurish uchun menga bloklar kerak. Mayli, menimcha ana sandiqda bloklar bor edi. Xo'p, sen kirka qurolmaysan bular bilan deyapti. G'alati. Xo'p, bola, mana bu suyayni menimcha sindirib, mana shu suyadan kirka qilganim yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, mayli bo'lmasa mana shuni biz yaxshi. Xo'p, mana bu suyaylarni olib oldim. Mana endi ana xaytir ko'rishidan oldin tezroq mana shunday kirka qilganim yaxshi. Xo'p, mana shu mana kirkani yasadik va hozir bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Qanday qilib chiqsam ekan? Mana bu yuqorini buzsam ekan. Xo'sh, yaxshi bo'lmasa, hozir yuqorini buzishim uchun mana bu crafting table, ya'ni mana bu to'xtanglar. Yuqoridan buzsam mana tuproqlar tushib ketadi-ku. Ha, to'xtanglar obunachilar. Ha, to'xtanglar, mana bu yerda ana u bor, o'sha narsa bor, tualetcha bor va bu yerda qanaqadir suv kanalizatsiya bo'lishi kerak. Ha, 100 talik bu yerda kanalizatsiya bo'ladi. Ha, obunachilar, bo'lmasa buni buzib ko'ramiz. Xo'p, yaxshi, suv bor ekan, yaxshi bo'lib gapirmaymiz, pastroq gapiramiz, chunki mana bu hater eshitib qolmasin, yana ana u nashnichasi bilan "Voy, men seni eshitdim" deb yana gapirib ketmasin. Xo'sh, mayli, hater bo'lmasa sog' bo'l, ko'rishguncha. Chiqchiga baba, короче. Xo'p, davay tezroq chiq. Voy, mana bu kanalizatsiyani bor. Tezroq, yaxshi. Voy, nafasim qochib ketdi, obunachilar. Xo'p, mana tashqarida biza. Xo'p, men qayerda ekanim? Menimcha qishloqdan yaqin tomondaman. Ha, yaxshi. Buni qaranglar. Grifer mana bu tentlarni qo'yib o'zi portlatmoqchi bo'lib turibdi yoki portlatib yuboradimi hozir? Tezroq, menga juda ham vaqtim kam. Obunachilar, xo'p, men ulguramanmi yo'qmi? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, yaxshi. Bu yerda 10 raqami bor ekan. Menimcha 10 sekundda hozir joylayapti. Hozir 10 sekund timer qiladi, qochib ketadi. Ha, tezroq bo'lishim kerak. Xo'p, menga har doim hammalaringiz bilganlaringizdek, menga sirli sandiq bo'ladi har doimgidek mana bu yerda. Xo'sh, yaxshi. Mana shu sandiqni mana shunday ochamiz. Yaxshi, mana bu pistolet va olmani olsam ekan, olma kerak emas. Bo'ldi, hozircha kerak emas. Asta boraman. Yaxshi. Menimcha Grifer mana bu yerda. Hozir 2 ta, 3 ta. Xo'p, yo'q qolib ket. O, yaxshi. Obunachilar, buni qaranglar, juda ham tez yo'q qilib yubordim. Juda ham tez va juda ham oson bo'ldi, lekin bu yerdan chiqish ana u to'xtanglar, 10 sekund. Menimcha qo'yib bo'lgan. Menimcha u 10 minut, menimcha. Ha, obunachilar, menga yana 10 minut bor, lekin buni tezroq yo'q qilishim kerak, bo'lmasa agarda zararlantirmasam juda ham yomon bo'ladi. Xo'sh, yaxshi, qaysi ko'kmi yoki qizilmi? To'xtanglar, buni kesadigan menga ana u bor edi. Nima edi? Ha, menga qaychi bor edi. Albatta, ana u sandig'imda tezroq boramiz. Yaxshi. Hoppa, mana bu yerdan sandiqdagi ana olamiz va mana bu olmani ham olib qolamiz. Har ehtimolga portlab ketishi mumkin-ku mana bu tentlar. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa olmani yeb olaman-da, yo to'xtanglar, birinchi o'rinda buni kesib olishim kerak. Obunachilar, qaysi rang bo'ladi? Ko'kmi yoki qizilmi? Tez yozinglar, kommentariyada yozinglar. Xo'sh, kommentariyada yozgan bo'lsanglar, hozir men kommentni o'qiyman. Xo'p, ko'k, qizil deb yozib tashlabsizlar obunachilar. Hozir bilmadim. Menimcha qizil bo'lsa kerak. Ha, qizilda bir buzaychi. Hoppa, yaxshi. Portlab ketmadimoqchi edim. Menimcha hali ham 10 bo'lib turibdi. Obunachilar, biz menimcha qilib bo'ldik. Ha, bola, buni zararlantirdik. Juda ham ajoyib, bu juda ham oson. Yo'q, juda ham oson emas, lekin nima bo'lganda ham obunachilar juda ham tavakkalchi ana vaziyat bo'ldi, lekin to'xtanglar, hali bizda yana bitta odam qolib ketdi. Buni adabini berib qo'yish kerak. Xo'sh, yaxshi, mana bu yerdan kiramiz-da. Xo'sh, yaxshi, mana shunday hoppa, eshik bor ekan bu yerda. Xo'sh, hoppa, yaxshimisan Hayterjon? Opa, ana obunachilar, mana haterda o'zi qayerga kelgan bo'lsa o'sha yerga jo'natib yubordik va obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, bu o'zi uchun, ya'ni men uchun tuzoq qilib qo'yibdi. Ha, lekin zo'r qilib qo'ygan, lekin obunachilar, biz hozir bombichka qilib ketamiz bu yerni. Ha, meni qishlog'imni portlatolmadi, lekin men uni bazachasini portlataman. Ya'ni u men uchun qurgan tuzoq bazasi nima bo'lganda ham. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men kompot bo'ldim. Xayr.